La 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 la. Oh, hey barchangizga assalomu alaykum. Men Sabon Kompotman. Yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Mana sizlar bilan yana o'sha qishloqda va mana shu uyda yana sizlar bilan kompot. Yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun mana qishloqdagi sarguzashtlar yana va hozir ko'p ishlarni qilamiz biz bugun qishloqda. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qani bo'lmasam ketdik. Hozir bitta motekani olay, yo'q buni emas. Ko'rgan bo'lsanglar men almazli moteka oldim. Do'stlar, ha to'g'ri. Telefon olaman deb qo'ygan pulimni oldim. Endi nima qilaman? Shu pulni ishlataverdim. Hech yo'q. Bu bizni qishloqda har safar video yoqaman. Yomg'ir yog'averadi. Yomon asab uzatdi shu har safar videoni endi yoqdimmi deganimda yomg'ir. Shunga hozir men bu sabzavotlarni merga borib beraman va merdi yo'q dedi. Qani hozir. Assalomu alaykum janob mer. Vaalaykum assalom. Voy kompot. Tovarqalar olib keldingmi? Ha, olib keldim mer. Har doimgidek shu joyga so'raman. Bu nima? Oh, pulmi? Ha, pul. Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Eng ko'p soliq to'lagan odamga beraman shu pulni. Eng ko'p u qanchadi? Eng ko'p qancha bu? Bir sandiq yoki yarim sandiq emas, bir sandiq bo'lsa beraman. Yomon shu skaner qiladigan masab uzatdi, buni yo'qotib yuborish kerak. Shunda sizga hozir bir sandiq polizapki ekinlardan bersak, shu pulni berasiz? Ha, kompot beraman. Bo'pti, men harakat qilay. Hoppa. Do'stlar, eshitdinglarmi berdi gapini? Bir sandiq poliz ekinni olib kelib bersak, bizga ana u pulni berar ekan. Hali kim obordi ekan? Merdan bitta so'rab qo'yday. Yo'q, mayli. Bo'pti, men hozir bitta kirkamni olib, yangi kirkamga tosh chopganni borib qo'yaman. Boltamda qaychida ozgina yog'och olib qo'yaman. Voy. Bu yerga nima chiqdi? O, do'stlar, mana u nima? Biz shu yerga kelib ko'raylik. Mana bu yerda yangi uy qurilibdi. Qishlog'imiz bu yoqda ham. Ha, bu yangi uy ekan. Bu yerdan yo'l qurishmoqchi. Hozir bu yerga kelib ko'raylikmi? Nima bor? Nima bu? Ishga bo'lib qoldim. Eshikni ocholmayapman. Mana ochdim. O'rgimchak to'rlar. What the? Bu nima? Poliz ekinlarimi? Ha, poliz ekinlar. Buni men olib ketmasam bo'ldi. Men aytayotgandek bir sandiq. Elishib qoldim. Men aytgandek yo'q eshikda. Men ketdim hozir narsalarimni tashlab pulni olaman. Do'stlar, mazza. Ha, bo'ldi do'stlar,
Mer. Ha, kapot nimaganlik? Mana bu poliz ekinlarni ko'ring siz, bir sandiq. Qayoqda olding bir sandiq poliz ekinlarni? Siz uzumning bog'ini so'ramang. O'zim yetishtirdim polizimda. O'zimni asrab qo'yganlarim bor edi. Ha, bo'pti. Ol uni. Sen yutding. O'zi bitta shitir yarim sandiq berganda, shu yutaman deyayotgandi. Senga buyurtmida bu ham. Ha, men rahmat dushi basharazon ko'rardim-ku. Endi buni mana shu yerga hammasini mana men hammasini sovurdim. Pulni olaveraymi? Ha, olaver. Do'stlar, mana hamma pulni oldim. Sandig'ingizni bo'pti, sandiq bilan olib ketaveraman. Bo'pti. Mana golemim berdi. Hoy, qalaysan? Golemchi. Hoy, yo'qol, hozir urvoraman. Nima deyapti u? Yo'qol deyapman, urvoraman hozir. Bo'pti, o'zingdan ketma, uncha duqayma. Men ham tepaga chiqsam bo'yim uzun bo'ladi. O'zicha golemanmi? Esiradi-ya, do'stlar. Endi men shuncha pulim bor, men endi yana bitta yangi qurib yoki sotib olishim, kim bilmasa, men mana bu yerda bunkerim bor. Shu yerga hozir buni tiqib tashlayman mana. Mana shunday hozir buni sandig'imga tiqaman va bo'ldi. Qishloqda mazza qilib yashayman. Sotuvchi shirinlik sotadigan bratanning oldiga borib mazza qilib ovqatlanar ekanmiz-da bugun. Har xil ovqatlardan oldiraman. Va shunga shirinlik va mazza qilib buni nimaga buyurgan? Mazza qilib yeymiz. Bu ozgina ekan, bu 2 stak ekan. Bo'pti, shu yerga sandiq va bu puldan 1 stak olaman va tepaga olib chiqib bu yerni yopib qo'yay. Bu yerni faqat sizlar bilasizlar va men bilaman. Buni ham shu yerga tashlaymiz. Ovqatim bor ekan. Men hozir asa bo'ldi. Ovqat narsalarim bo'lsa men yopaman va tashqarida yana yomg'ir yog'ib yotibdi. Bitta qishloqda aylanib qaytaman. Men boyman. La. Voy oyog'im. La. Biz sotuvchi bratanam bor mana. Oziq-ovqat do'koni. Mana bu yerda qurol aslakalar sotishadi. Kelasi videolarda mana shu yerdanmi bitta uy qurib olsam o'zimga, ikkinchi uy bo'lman. La. Yoki mana shu yerdan qursam ekan, mana shu qishloqning orqa tarafidan. Bilmadim. Do'stlar, mana ko'rdinglar, biz poliz ekinlarni olib borib berdik va shuncha pulni oldik. Merdan endi biz juda ham boymiz. Barchangizga xayr do'stlar. Kelasi videogacha ko'rishguncha deb qolaman. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men boyman. Voy oyog'im. Men boyman. Xullas, xayr.